U nafaqat shifokor, balki otishmalar orasida dori bilan hayot saqlagan kishi edi. Bu odam o'z qo'li bilan yuzlab odamlarni jazoga tortgan, lekin o'zini adolat izlovchi deb bilgan. U imzo qo'yar ekan, shunchaki che so'zini yozardi. U che, ya'ni he degan so'zni juda tez-tez ishlatgani uchun Kuba inqilobchilari unga che deb taxallus qo'yishgan. Sovet ittifoqini ochiq tanqid qilgan yagona sotsiallardan biri AQSh esa uni xavfli idealist deb hisoblagan. Tarixda eng ko'p ko'chirilgan surat aynan uning yuziga tegishli. Che Gevara nomi bugungi kungacha turli bahs munozaralarga sabab bo'lib kelmoqda. Kimdir uni inqilob qahramoni desa, boshqalar uni radikal va noto'g'ri yo'ldan ketgan deydi. Bugungi sonda siz Che Gevaraning hayoti, faoliyati, tarixdagi o'rni va shuningdek ko'p bahsli harakatlari haqida bilib olasiz. Demak, bu xuddi shunday kanali va biz boshladik. Bema'ni behayo narsa ko'rishni kamaytir. Xuddi shunday atrofga bo'lgan dunyo qarashini kengaytir. Xuddi shunday vaqtini zoya ketkazmay to'xta. Xuddi shunday top million ma'lumotlar. Xuddi shunday Ernesto Gevara 1928-yil 14-iyun kuni Argentinaning Rosario shahrida tug'ilgan. U o'rta sinfga mansub ziyoli oilada voyaga yetgan, otasi tarix va siyosatga qiziqqan, o'ziga xos qarashlarga ega odam bo'lgan. Onasi esa o'qimishli, mustaqil fikrlovchi ayol bo'lib, farzandlariga yoshligidan kitob o'qishni, savol berishni va mustaqil fikrlashni o'rgatgan. Ernesto bolaligidan astma kasalligidan qiynalgan. Bu unga jismoniy jihatdan to'sqinlik qilgan bo'lsa-da, ichki kuchini rivojlantirishga undardi. U hech qachon kasalligini bahona qilmasdan sport bilan shug'ullangan. Ayniqsa regbi o'yinini yaxshi ko'rgan va astmasiga qaramay o'zini jismoniy va ruhan chiniqtirishga intilgan. Yoshligida u ko'p o'qigan. Gevara fantastika, tarix, falsafa va siyosat haqidagi kitoblarni qiziqish bilan mutolaa qilgan. U Mark Twain, Jack London va Edgar Allan Poe'ning asarlarini sevib o'qirdi. Keyinchalik esa Karl Marx, Friedrich Engels, Lenin va Sigmund Freud kabi mualliflar bilan tanishadi. Bu kitoblar orqali u jamiyat, tenglik, adolat, inson ruhiyati haqida chuqurroq o'ylay boshlaydi. 1947-yilda Ernesto Buenos Aires universitetining tibbiyot fakultetiga o'qishga kiradi. Dastlab uning maqsadi oddiy edi. Yaxshi shifokor bo'lish, odamlarni davolash. U anatomiyadan tortib dermatologiyagacha bo'lgan turli sohalarni o'rganadi. Ayniqsa yiringli kasalliklar, lepralar va tuberkulyoz kabi davosi qiyin bo'lgan dardlarga qiziqish bildirgan. U shunchaki kasallikni emas, butun inson hayotini davolashni istagan. Talabalik yillari davomida u nafaqat tibbiy bilim oldi, balki atrofidagi dunyoni teranroq anglashga ham harakat qildi. O'qigan kitoblari, ijtimoiy muhit va safarlar orqali u asta-sekin insonlar hayotidagi tengsizlik va adolatsizlik masalalarini o'rganishga kirishadi. Bu esa uning hayot yo'lida tub burilishlar yasashiga sabab bo'ladi. 1951-yilda Ernesto Gevara do'sti Alberto Granado bilan Janubiy Amerika bo'ylab mototsiklda safar qilishga qaror qildi. Ular bu sayohatga ilmiy va tibbiy qiziqish bilan chiqishdi. Lekin yo'l ularga kutganlaridan ko'ra ko'proq narsani ko'rsatdi. Safar davomida ular Argentinadan Chiliga, undan Peruga, Kolumbiyaga, oxir-oqibat Venesuelagacha bordilar. Yo'lda qashshoq qishloqlar, kasalxonalarsiz hududlar, o'z haq-huquqlaridan mahrum bo'lgan mehnatkashlar, lepraga chalingan odamlar, jamiyatdan ajralgan bemorlar hayotiga guvoh bo'lishdi. Bu sayohatda u o'zining mototsikl kundaligi kitobini yozadi. Ernesto har kuni kundaliklariga yozardi. U nafaqat bemorlar holatini, balki ularni o'rab turgan ijtimoiy muhitni kuzatdi. Odamlar og'ir mehnat qilardi, lekin ularning hayoti deyarli o'zgarmasdi. Boylik ozchilik qo'lida to'plangan, aksariyat esa oddiy yashab, ba'zan omon qolish uchun kurashardi. Shu paytdan boshlab Ernesto faqat kasalliklarni davolash emas, balki odamlar hayotidagi bu chuqur tengsizlikni tushunishga va undan chiqish yo'lini izlashga intildi.
Sayohatdan so'ng u o'zgarib qaytdi. Endi u shunchaki shifokor emas edi. U adolat izlovchi bo'lishni istardi. U marksistik adabiyotlarga murojaat qila boshladi, jamiyatdagi kuch va mulk taqsimoti haqida o'yladi. Karl Marks, Lenin va boshqa mualliflar orqali tarixga, siyosatga boshqacha nigoh bilan qarashni boshlaydi. Shundan so'ng 1953-yilda u tibbiyot diplomini oldi, lekin shifoxonada ishlash o'rniga safarni davom ettirishga qaror qildi. U Markaziy Amerikaga yo'l oldi. Gvatemalada bo'lganida u prezident Jacobo Arbenzning islohotlarini kuzatdi. Arbenz yer islohoti orqali yirik yer egaligini qisqartirishga harakat qilgan, lekin bu siyosat AQSh manfaatlariga to'g'ri kelmagan. AQSh razvedkasi qo'llagan to'ntarish Arbenzni hokimiyatdan ag'dardi. Bu voqealar Che uchun muhim saboq bo'ldi. U kuchli davlatlar zaif xalqlar ichki siyosatiga qanday aralashishini, ijtimoiy islohotlarning qanday to'xtatilishini o'z ko'zi bilan ko'rdi. Bu voqealardan so'ng Che yana yo'lga chiqdi. Bu safar Meksikaga yo'l oldi va aynan shu yerda uning hayoti yana bir bor o'zgaradi. U yerda u Fidel Castro va uning akasi Raul Castro bilan tanishdi. Fidel Castro haqida ham sonimiz bor. Uni ham tomosha qilishingizni tavsiya qilaman. Ular Kubada diktator Fulgencio Batistaga qarshi qurolli harakat tayyorlayotgan edilar. Che Gevara bu guruhga qo'shildi. U shifokor sifatida emas, balki teng kurashchi sifatida ishtirok etishga tayyor edi. U endi o'z fikricha nafaqat biror odamni, balki butun bir jamiyatni davolash uchun kurashmoqchi edi. Fidel Castro va Che Gevara o'zaro tez til topishdi. Biri o'z vatanida zulmga qarshi kurashmoqchi bo'lgan siyosiy yetakchi, ikkinchisi adolat izlayotgan, hozircha o'z rolini topmagan yosh intellektual. Che Gevara bu guruhga qo'shilish qarorini qabul qilgach, ularni siyosiy jihatdan qo'llab-quvvatlash bilan cheklanmaydi. U o'q ochishni o'rganadi, jangovar tayyorgarlik ko'radi va o'zini inqilobchi sifatida sinab ko'rishga tayyor bo'ladi. 1956-yil noyabr oyida Fidel Castro yetakchiligidagi 82 nafar inqilobchi Granma nomli eski motorli qayiqda Meksikadan Kubaga yo'l oldi. Bu guruh ichida Che Gevara ham bor edi. Ularning niyati aniq bo'lgan. Kuba diktatori Fulgencio Batistaga qarshi qurolli qo'zg'olon ko'tarish. Ammo safar qiyinchiliklar bilan boshlandi. Qayiq haddan tashqari to'la, suv baland, ob-havo esa yomon edi. Rejalashtirilgan vaqtga yetib borisha olmadi. Bu esa harakatni boshidanoq zaiflashtirdi. Ular Granma oroliga 2-dekabr kuni tushishadi, ammo ular kutganidek tayyor turgan mahalliy qo'zg'olonchilar yordam bermadi, chunki ular kechikkan va reja buzilgan edi. Yerga tushgach armiyaning hujumi boshlanadi. O'q ochishmalar, qo'lga olinishlar va halok bo'lishlar ro'y beradi. Dastlabki zarbada 82 kishidan atigi 12 nafari omon qoladi. Che Gevara ham yelkasidan yaralansa-da, jang maydonini tark etmaydi. Bu voqea davomida u tibbiy yordam ko'rsatishni davom ettirgani, so'ng esa qurol ko'tarib jangga kirgani esga olinadi. Omadli tarzda omon qolgan inqilobchilar Sierra Maestra tog'lariga chekinishadi. Aynan shu tog'lar ichida ular yashirinib partizan urushini boshlashadi. Bu joy oson himoyalanadigan murakkab relyefli, xavfsiz maskan bo'lib, ular uchun inqilobiy bazaga aylandi. Tog'larda ular asta-sekin aholi bilan aloqa o'rnatadi, yordam topadi, kuchini tiklab oladi. Che Gevara bu davrda nafaqat shifokor, balki jangchi sifatida ham taniladi. Uning qat'iyati, harbiy tartibga qat'iy amal qilishi, o'ziga va boshqalarga talabchanligi uni tez orada sardorlik darajasiga olib chiqadi. Fidel uni komandante, ya'ni qo'mondon deb ataydi. Shunday qilib, Granma voqeasi Che Gevaraning inqilobchi sifatida tug'ilishiga sabab bo'lgan bir sinov edi. Bu safar muvaffaqiyatsiz ko'rinsa-da, aynan undan keyin Che va Castro tog'lardan turib butun mamlakat bo'ylab qurolli kurashni boshlaydilar. Che Gevara nafaqat shifokor, balki harbiy strateg sifatida ham o'zini ko'rsatadi. U qattiq qo'l, qat'iyatli va intizomli yetakchi edi. Partizanlar ichida u ba'zida o'zaro nizo, itoatsizlik yoki tarbiyasizlik uchun jazolar qo'llagan. Tanqidchilar ushbu davrda Che Gevara qattiq rejim tarafdori bo'lganini
ba'zida o'z g'oyalari uchun odamlar hayotini xavf ostiga qo'yganini eslatib o'tishadi. Biroq tarafdorlari buni urushning o'z qoidalari bilan izohlaydi. Va nihoyat 1959-yilning 1-yanvarida inqilob g'alaba qiladi. Batista mamlakatdan qochadi va inqilobchilar Gavana shahriga kirib kelishadi. Che Gevara bu muvaffaqiyatning markazida edi. U tez orada yangi hukumatda yuqori lavozimlarga tayinlanadi. Aynan shu vaziyatda uning ismi Le Comandante deb berilgan taxallus bilan birga shuhrat qozonadi. Inqilob g'alaba qozonganidan so'ng Che Gevaraning hayotida yangi bosqich boshlanadi. Endi u tog'larda kurashuvchi partizan emas, balki davlat arbobi edi. Qurolni qo'yib, siyosiy maydonga chiqqan Che Gevara o'z g'oyalarini amaliy hayotda sinab ko'rishga kirishadi. 1959-yilda u La Cabana harbiy qamoqxonasining boshqaruviga tayinlanadi. Bu joyda Che Gevara inqilobga xiyonat qilgan deb topilgan shaxslar ustidan sud jarayonlarini kuzatadi va ayrim hollarda ularning jazolanishini nazorat qiladi. Turli tarixiy manbalarga ko'ra, bu davrda 200 dan ortiq odam otuvga hukm qilingan. Ba'zilar bu harakatlarni inqilobiy adolat deb himoya qilsa, boshqalar bu jarayonlarni shoshqaloq va shaffoflikdan yiroq deb tanqid qiladi. Shu nuqtadan boshlab Che Gevara obrazi tobora murakkablashadi. Ba'zilar uchun u qat'iyatli adolatparvar, boshqalar uchun esa haddan ziyod keskin shaxs sifatida ko'rina boshlaydi. Keyingi yillarda Che Gevara siyosiy lavozimlarga ko'tariladi. Avvaliga Kuba Milliy bank prezidenti, so'ngra sanoat vaziri bo'ladi. U o'zini iqtisodiy sohada ham inqilobchi sifatida namoyon etadi. Uning asosiy g'oyasi Kuba iqtisodiyotini kapitalistik tuzumdan butunlay tozalab, sotsialistik tamoyillar asosida qayta qurish edi. Uningcha inson jamiyat uchun ishlashi kerak, foyda uchun emas. U yangi odam konsepsiyasini ilgari suradi. Bu odam halol, fidokor, jamiyat manfaatini shaxsiy manfaatdan ustun qo'yadigan inson bo'lishi kerak edi. Che Gevara rahbarligida sanoat tarmoqlari, xorijiy va mahalliy korxonalar, banklar, hatto kichik savdo nuqtalari ham davlat mulkiga aylantiriladi. 1960-yilda AQSh fuqarolari egalik qilgan barcha kompaniyalar musodara qilinadi. Natijada xorijiy sarmoyadorlar orolni tark etadi. Bir tomondan AQSh sanksiyalari kuchayadi, bu esa iqtisodiy beqarorlikni chuqurlashtiradi. Che Gevara sotsialistik iqtisodiyotni idealistik tushunchalar asosida qurishga harakat qilgan. U ishchilarning ijtimoiy ongiga, fidoyiligiga va prinsipial mehnat qilishga bo'lgan ishonchni asosiy dvigatel sifatida ko'rgan. Uning nazarida odamlar moddiy manfaat evaziga emas, balki sotsial ong bilan ishlashi kerak edi. Che Gevara ilgari surgan iqtisodiy g'oyalar amalda kutilgan natijani bermadi. Ishchilarga pul yoki mukofot kabi rag'bat berilmagani sababli ular ishlash kamroq harakat qilishdi. Natijada ishlab chiqarish kamaydi. Davlat boshqaruvi haddan tashqari markazlashib ketdi. Hamma qarorlarni faqat yuqoridan chiqarishdi. Bu esa ishlarning sekin yurishiga olib keldi. Rejalar chalkash edi. Foydali resurslar to'g'ri bo'linmadi. Ishchilar kamroq va sustroq ishlashdi. Ko'proq mahsulotlarning sifati yomonlashdi. Eksport qilinadigan sohalar, masalan, shakar ishlab chiqarish dunyo bozorida o'z o'rnini yo'qota boshladi va inqirozga yuz tutdi. Ya'ni Che Gevara iqtisodiyotni idealistik g'oyalarga asoslanib boshqargan, ammo real hayotda bu ish bermagan. Bu davrda Gevara g'arb siyosatini, ayniqsa AQSh siyosatini tanqid qiladi. AQSh bilan diplomatik va iqtisodiy aloqalar tezda yomonlashadi. Kuba AQSh sanksiyalari ostida qoladi. Che Gevara bu bosimlarga javoban ochiq bayonotlar bilan chiqadi. BMT minbarida imperializm va iqtisodiy zo'ravonlik haqida keskin gapiradi. Kuba asta-sekin Sovet ittifoqi bilan yaqinlashadi. Che Gevara Moskva, Pekin, Dehli, Belgrad kabi shaharlarga rasmiy tashriflar bilan boradi. U sotsialistik davlatlar bilan iqtisodiy va siyosiy hamkorlik qilishga intiladi. Lekin shunga qaramay, u har doim mustaqil fikrlovchi bo'lib qolgan. U hatto Sovet siyosatini ham ba'zida tanqid qilgan. U o'zining siyosiy nutqlari va yozgan maqolalarida Sovet byurokratiyasini tanqid qilgan.
qilgan. Uning fikricha, Sovet modeli haddan ortiq markazlashgan, sustkash, iqtisodiy hayotni yuqoridan pastga boshqarishga asoslangan edi. 1965-yilda yozilgan maqolalarida Che Gevara Sovet ittifoqini kapitalistik tamoyillarga yaqinlashayotgani uchun ham tanqid qilgan. U ayrim sotsialistik mamlakatlarda ishchilarga moddiy rag'bat, masalan, bonuslar, mukofotlar berish orqali ishga majburlash amaliyotini tanqid qiladi. Che Gevara uchun haqiqiy sotsializm bu odamlarning foyda uchun emas, e'tiqod va prinsiplar asosida mehnat qilishi edi. Shu sababli u Sovet modelini real sotsializm deb emas, balki kompromissga to'la tizim sifatida baholagan. Ya'ni bu sotsializmga o'xshash, ammo asliyatidan uzoq model degani edi. Shu nuqtai nazardan Che har doim mustaqil fikrlovchi bo'lib qoladi. U xalqaro sotsialistik harakatning bir qismi bo'lsa-da, o'z qarashlarini tanqidiy tahlil qilishdan to'xtamasdi. Aynan shu fikriy mustaqillik uni boshqa ko'plab siyosiy arboblardan ajratib turgan. Biroq Che Gevaraning iqtisodiy siyosati har doim ham muvaffaqiyatli bo'lmagan. Rejalar idealistik edi. Ammo amaliyotda murakkab iqtisodiy muammolar, resurs yetishmovchiligi, mehnat unumdorligining pasayishi va ishlab chiqarishdagi muvozanatsizliklar kuzatilgan. Tanqidchilarga ko'ra, Che Gevara g'oyalariga ortiqcha ishonib, iqtisodiy reallikni yetarlicha hisobga olmagan. Lekin shunday bo'lsa-da, u o'z prinsiplariga sodiq qoladi. U davlat lavozimlarida hashamatli hayot kechirmaydi. Xizmat mashinasidan foydalanganida ham oddiy ishchilarnikidan foydalanadi. Ko'pchilik kubaliklar uni halol, oddiy, g'ururli inson sifatida eslab qolgan. Che Gevaraning siyosiy hayotidagi keyingi bosqich bu Kuba hukumatidagi lavozimlardan voz kechib, yana partizan kurashiga qaytgan davri bo'ladi. Bu qaror uning shaxsiy e'tiqodi, ichki ishonchi va adolat izlashga bo'lgan sadoqatidan kelib chiqqan. 1965-yilga kelib, Che Gevara omma ko'zidan yo'qola boshlaydi. Uning rasmi matbuotdan olib tashlanadi, nutqlari esa eslatilmaydi. Ismi rasman tilga ham olinmaydi. Bu vaqt ichida Che Gevara bir qarorga kelgan edi. Uningcha hokimiyat lavozim yoki diplomatiya emas, kurashning o'zi hayotning ma'nosi edi. U inqilobni faqat Kubada emas, balki boshqa davlatlarda ham davom ettirishni istaydi. Fidel Castro 1965-yil oxirida Kuba parlamenti majlisida Che Gevaraning o'z qo'li bilan yozgan maktubini o'qib eshittiradi. U maktubda shunday deb yozilgan edi: Men boshqa xalqlarning ozodligi uchun kurashishni o'z burchim deb bilaman. Bu men uchun endi shaxsiy masala emas. Bu vijdon masalasidir. O'zining xayrlashuv maktubida u boshqa mamlakatlarning ozodligi uchun kurashish niyati borligini bildiradi. Bu qaror Che Gevara uchun xalqaro inqilob g'oyasiga bo'lgan sadoqati belgisi edi. Che Gevaraning birinchi yo'li Afrikaga, Kongo Demokratik Respublikasiga bo'ladi. U 1965-yilning bahorida yashirin tarzda bu mamlakatga yetib boradi. Maqsad bu yerda davom etayotgan post mustamlakachilik qarshiligini qo'llab-quvvatlash va inqilobiy guruhlarga harbiy hamda mafkuraviy yordam ko'rsatish edi. Che Gevara Kongodagi Simba qo'zg'olonchilari bilan birga harakat qiladi. Simba qo'zg'olonchilari 1960-yillarda Kongoda hukumatga qarshi kurash olib borgan chap qanot inqilobchilar, ya'ni marksistik qarashdagi qurolli guruh edi. Ular mustamlakachilikdan keyingi davrda hukumatga qarshi isyon ko'targan va xalq nomidan hokimiyatni egallashni maqsad qilganlar deb hisoblangan. Ammo bu urinish qisqa va muvaffaqiyatsiz bo'ladi. Kongodagi qarama-qarshiliklar murakkab bo'lgan. Guruhlar o'zaro kelisha olmas, rahbarlik zaif, tayyorgarlik kam edi. Mahalliy aholi esa chet ellik inqilobchini sovuq kutib oladi. Che Gevara til to'siqlari, ichki tartibsizlik va urushga bo'lgan qat'iy ishonch yo'qligini kuzatadi. Afrikadagi muvaffaqiyatsizlikdan so'ng Che Gevara Lotin Amerikasi inqilobini yana davom ettirishga harakat qiladi. U ishonch bilan Boliviyani tanlaydi. Geografik joylashuvi jihatidan Janubiy Amerika markazida joylashgani uchun boshqa qo'shni davlatlardagi harakatlarga turtki bo'ladi deb o'ylagan. 1966-yil oxirida u Ramon taxallusi bilan yashirincha Boliviyaga kiradi. U bu yerda Nankahuazu nomli hududda kichik partizan guruhini tuzadi. Guruh tarkibida kubaliklar, boliviyaliklar va boshqa millat vakillari bo'lgan. Maqsad mahalliy aholining qo'llovi bilan harakatni kengaytirish va
mamlakat ichkarisida inqilobiy harakat boshlash edi. Ammo bu safar ham vaziyat Che Gevara kutganidek kechmaydi. Mahalliy aholi ular bilan aloqa o'rnatmaydi, ba'zilar hatto hukumatga xabar beradi. Guruh ichida ham sog'liq, oziq-ovqat va aloqa muammolari kuchayadi. Che Gevaraning astma kasalligi yana zo'rayadi. Uzoq muddatli partizan harakati kuchli davlat va tashqi yordam bo'lmagan holda davom eta olmaydi. Bundan tashqari, AQSh razvedkasi Che Gevaraning harakatini muntazam kuzatib boradi. AQSh Boliviya hukumati bilan hamkorlikda maxsus harbiy operatsiyalarni boshlaydi. Che Gevara 1967-yil 8-oktyabr kuni Boliviya yaqinida davlat armiyasi tomonidan qo'lga olinadi. Uning yonida oz sonli jangchilari qolgan edi. Aynan ular bilan birga u bir necha soat davomida qarshilik ko'rsatgan. Qo'lga olinganidan so'ng Che Gevara La Higuera nomli kichik qishloqdagi maktab binosiga olib kelinadi. Bu yerda u so'roq qilinadi, ammo rasmiy sud jarayoni o'tkazilmaydi. 9-oktyabr kuni ertalab Boliviya hukumati va AQSh razvedkasi vakillarining maslahatidan so'ng Che Gevara otib o'ldiriladi. Otish buyrug'i yuqori darajali siyosiy qaror sifatida qabul qilingan. Ba'zi manbalarda aytilishicha, Boliviya hukumati Che Gevarani ommaviy sud qilishdan qo'rqqan, chunki bu uning xalq orasida timsolga aylanishiga sabab bo'lishi mumkin edi. Otish vazifasi Mario Teran ismli askarga topshiriladi. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, Che Gevara otishdan oldin askarga shunday degan: "Men o'lishdan qo'rqayotgan qo'rqoq emasman. O'l, ammo tirik yodda qol." Bu so'zlar tarixiy hujjatlar bilan to'liq tasdiqlanmagan bo'lsa-da, u Che Gevara obrazi atrofida yaratilgan afsonaviy qahramonlik timsoliga xizmat qilib keladi. Che Gevaraning jasadi vertolyot bilan Valle Grande shahriga olib ketiladi. U yerda uning jasadi jurnalistlar va xalq vakillariga ko'rsatiladi. Tanasi suratga olinadi, ayniqsa yuzining yaqin plandagi suratlari ommaviy axborot vositalarida keng tarqaladi. Bu rasm Isoga o'xshash Che Gevara degan tasavvur ostida mashhur bo'lib ketadi. 1967-yildan keyin Che Gevaraning jasadi yashirin tarzda dafn etiladi. Uning dafn qilingan joyi 30 yil davomida sir saqlangan. 1997-yilga kelib Che Gevaraning jasadi qoldiqlari topildi va rasman tasdiqlandi. U Kubaga olib kelinib, Santa Claradagi memorialga dafn qilinadi. U yer endilikda uning ramziy uyidir. Che Gevaraning o'limi uni yanada afsonaviy qildi. U oddiy harbiy yetakchi emas, balki mafkuraviy ramzga aylandi. Uning rasmi global siyosiy qarshilik, yoshlik idealizmi va isyonkorlikning universal belgisi sifatida butun dunyoga tarqaladi. Che Gevaraning mashhur rasmi dunyodagi eng ko'p ko'chirilgan suratlardan biridir. Alberto Korda tomonidan 1960-yilda olingan bu surat Guerrillero Heroico deb nomlangan. Bu ispancha ibora bo'lib, o'zbek tiliga qahramon partizan deb tarjima qilinadi. Bu chehra futbolkalardan tortib san'at asarlarigacha ishlatilgan eng mashhur siyosiy portret hisoblanadi. Tarixchilar va siyosatchilar Che Gevaraning siyosiy o'rnini turli baholashadi. Tarafdorlari uni prinsipial, fidoyi va xalq uchun yashagan odam deb ko'radi. Tanqidchilari esa uni haddan tashqari radikal, siyosiy noaniqliklar ichida adashgan arbob deb bilishadi. Che Gevaraning hayoti bu idealizm va qarama-qarshiliklar orasida kechgan kurash tarixi edi. U kimlar uchundir haligacha ilhom manbai, boshqalar uchun esa ogohlantiruvchi saboq bo'lib qolmoqda. Uning hayoti murakkab, qarama-qarshiliklarga to'la. Ushbu sondan so'ng siz u haqida qanday fikrdasiz? O'z javobingizni albatta izohlarda yozib qoldiring va videoga like bosishni unutmang. Bu xuddi shunday kanal edi. Miya pichoqmas, lekin chaqlasa bo'ladi. Hey stop, keyingi kadr, motor kamera. Bu ko'rsatuvda hatto qanot yozadi hammeram. Faqat qiziqarli fakt, foydali kontent kuzatar bizani pensioner yoki student. Xuddi shunday tarzda davom etadi kanal. Xuddi shunaqasi bitta o'xshashi esa navam. Hoziroq yoqib qo'ng'iroq bo'lgin obuna, like va komment ayamagin so'ra.